Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Microsoft Excel dasturini ishga tushirish haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, Microsoft Excel dasturi avval bilib olaylik, nima maqsadda o'zi ishlatiladi. Microsoft Excel dasturi o'zi elektron jadvallar ustida ishlash uchun amaliy dastur sifatida ishlab chiqilgan. Endi asosan Microsoft Exceldan 3 xil maqsadda ishlatishadi. Bulardan birinchisi oddiy va murakkab hisob-kitoblarni bajarish uchun. Demak, Excelda oddiy va murakkab hisob-kitoblarni bemalol bajarsa bo'ladi. Bundan tashqari grafikalar bilan ishlash uchun turli xil diagramma va grafikalarni hosil qilish, ular ustida amallarni bajarish mumkin. Uchinchisi ma'lumotlar bazasi sifatida ishlatish mumkin. To'g'ri, Excel to'laqonli ma'lumotlar bazasi dasturi hisoblanmaydi, lekin bemalol ma'lumotlar bazasi sifatida ishlatish mumkin. Chunki Excelda ma'lumotlarni sortirovka deymiz, ya'ni saralash imkoniyatlari mavjud. Xo'p, odatda kompyuterimizda yangi Windows, ya'ni aytaylik Windows bosilganda Microsoft paketi o'rnatilmagan bo'ladi. Uni qo'shimcha tarzda o'rnatish kerak bo'ladi. Endi bugungi videomizda demak u o'rnatish haqida gaplashib o'tiribmiz. Aytaylik, menda Microsoft Excel dasturi o'rnatilgan, endi qanday uni ishga tushirishim mumkin? Buni bir qancha usullari mavjud. Masalan, aytaylik, pusk menyusiga bosib yoki klaviaturadan shu pusk menyusini bosib, shu yerdan mana Excel yarligiga bosish orqali ishga tushirish mumkin. Yoki menda hozir alohida turibdi, sizlarda masalan Microsoft degan papkachasi bo'lib, uni yonida shunday ikonkasi bo'lishi mumkin. Shuni bossanglar Word, PowerPoint, shular qatorida Excel bo'lishi mumkin. Shunga bosish orqali demak Microsoft Excelni ishga tushirish mumkin. Odatiy oynasi shunday ochiladi. Bu yerda pustoy kniga qilib shunday ochishimiz mumkin. Mana endi bu bitta yo'li. Yoki ishchi stolimizda, ya'ni рабочий stol deymiz. Рабочий stolda Excel yarligiga, mana Excel yarligiga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosish orqali ham ochish mumkin. Bu yerda yana pustoy kniga qilib yana ochishimiz mumkin. Endi aytaylik, Excel yarligi bu yerda yo'q, ya'ni рабочий stolimizda yo'q. Keling, men o'chirib olaylik. O'chirib oldim. Aytaylik yo'q. Bu yerga shunday yarlik hosil qilish uchun yana puskga kiramizda shu Excel yarligini topib, sichqonchani chap tugmasini bosib turamiz va рабочий stolga qarab otamiz desak bo'laveradi. Yarlik hosil bo'ldi. Bu yarlikni o'zimizga qulay joyga olib o'tib qo'yishimiz mumkin. Mana yana bitta usullardan biri. Yana bir usullardan biri, aytaylik, qayergadir shu Excelda xohlasak, рабочий stoldan ham masalan o'ng tomonni bosib, shunday oynamiz ochiladi. Bu yerda Sazdat tugmasi bor. Sazdat bo'limiga o'tiladi. Bu yerdan List Microsoft Excelga bosiladi. Mana Excel fayl hosil bo'ldi. Unga demak 2 marta sichqonchaning chap tugmasini bosib, unga kirishimiz mumkin. Mana bu yana bitta yo'li. Yoki agar kompyuterni yaxshi biladigan bo'lsangiz, provodnik oynasi bor. Uni chaqirish uchun Windows R tugmasi bosilsa, shunday oyna ochiladi. Shu oynadan nima olganda o'rnatilgan barcha dasturlarni ishga tushirish mumkin. Bular qatori Excelga ham ishga tushirishimiz mumkin. Bu yerga, bu formaga Excel deb yozaman. Excel deb yozib, Enter tugmasini bossam, shu Excel demak dasturi ochiladi. Shu tariqa ham demak ochishim mumkin. Yana bir nechta usul bor. Masalan, odatda dasturlar C diskga o'rnaydi. Shu o'rnatilgan manzilga, papkaga borib, Excel dasturini ishga tushirib, demak dasturni ishga tushirish ham mumkin. Menimcha bunga hojat yo'q. Yuqorida sanab o'tgan bir nechta usulimiz menimcha bemalol bizga yetadi. Men ko'p ishlatadigan usullardan biri shu, aytaylik, qaysidir papkada men mana Excel papkasida men shu Excel faylini hosil qilmoqchiman. Uning uchun shu o'ng tugmani bosaman, Sazdatni bosaman hamda List Microsoft Excel tanlayman. Bo'ldi, menga mana Excel fayli hosil bo'ldi. Shu usul aytaylik menga qulay. Lekin sizlarga ham qulay bo'lsa kerak. Mana. Xo'p, endi hamma faylni bilamiz kengaytmasi bo'ladi. Masalan, rasmlar bo'ladigan bo'lsa JPEG, PNG va hokazo. Videolar bo'ladigan bo'lsa MP4, AVI va hokazo, MP3lar
hammani demak fayllar kengaytmasi bo'ladi. Microsoft Excel'da kengaytmasi mana ko'rib turganingizdek XLSX formatda bo'ladi. Demak bu Microsoft Excel tilida aytadigan bo'lsak, ishchi kitob deyiladi. Mana bular endi ishchi kitoblar mana. Bu fayllar demak ishchi kitoblar. Demak bunga faylga yana bitta usullardan biri tayyor faylni demak sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosish orqali Excelni mana ochishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa ko'rib turganingiz esa Excelda demak oynasi hisoblanadi. Xo'p, Microsoft Excel oynasini ochishda ko'rib chiqdik. Keyingi darslarda bu oyna bilan tanishib chiqamiz.